Assalomu alaykum. Hormayli, tushunasizlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsamiz dasturlash tillari to'g'risida bo'ladi. Dasturlash tillarini hozirgi paytda dasturchilar tomonidan eng ko'p ishlatilayotgan dasturlash tillari 2024-yil hisobi bo'yicha eng ko'p ishlatilayotgani hozir JavaScript bo'lyapti, 62%, HTML, CSS, Python, SQL, TypeScript, pastda Java bor, C#, C++, C dasturlash tili, PHP. Bularning har birini o'zini ishlatilgan joylari bor. Mana JavaScript, HTML, TypeScript bu web razработкада ishlatiladi. C# dasturlash tillari bu Windows operatsion sistemasi, serverlar uchun ishlash, qachonki tezlik juda muhim bo'lgan vaziyatlarda ishlatiladi. PHP web razработкада ishlatiladi. Swift iPhone uchun dasturlash ishlab chiqarilgan. Kotlin Android dasturlash uchun ishlab chiqarilgan dasturlash tillari. Sizlar bilan ko'rib chiqadiganimiz C++ dasturlash tilini noldan boshlab o'tib o'rganamiz. C++ dasturlash tilining tarixiga nazar soladigan bo'lsak, 1983-yilda Brian Straus tomonidan ishlab chiqarilgan dasturlash tili haligacha aktual. C++ dasturlash tilida Microsoft Office dasturlari hamda Photoshop dasturlari ishlab chiqarilgan. Biz biladigan o'yin ishlab chiqarilgan dvijoklar bor, ular ham hammasi aslida C++ dasturlash tilida ishlaydi. Counter Strike, Clash of Clans, PUBG lar hammasi C++ asosida yozilgan. C++ dasturlashlarni undan boshlab o'rganamiz. Bizga основной C++ kodlarni kompilyatsiya qilish uchun Visual Studio dasturi kerak bo'ladi. Men 2019-yil variantini sketchat qilib oldim. 2022si ham bor. Sizning kompyuteringiz kuchliroq bo'lgan bo'lsa, 2022ni sketchat qilsangiz bo'ladi. Sinfga bo'lganingizdan keyin shunaqa oyna ochiladi. Bizga kerak bo'ladigani sozdать proyektni bosamiz. Sozdать proyekt. Bu yerda console application tanlaymiz. Mana bu yerda yozilgan bo'ladi C++ Windows console yozilgan bo'ladi. Bular boshqa narsalar. Bu yerda C# frameworklari bor. Keyin ko'rib chiqamiz ularni. Console application. Bu yerda proyektga nom bersak bo'ladi. Birinchi dars uchun yozamiz. Proyekt ochilyapti. Dasturlash tiliga birinchi kirib kelayotganda birinchi bo'lib dasturchilar Hello World dasturini yozishadi. Bu ekranga salom dunyo xabarini chiqaradi. Shuni yozishi noldan ko'rib chiqamiz hozir. Bular endi kommentariyalar, bizga keragi yo'q. Shuni ham aytib o'tib ketish kerak. C++ dasturlash tilida kommentariya bunaqa yoziladi. Kimgadir siz dasturchi bo'lganingizdan keyin siz yozgan kodni faqat o'zingiz o'qiysiz. Kimgadir ko'rsatayotgan joyingizda, ishga kirayotgan paytingizda kommentariyalar bo'lishi kerak. Kommentariya ikkita slash belgisi bilan yoziladi, shunaqa ko'rinishda. Slash. Buni kompyuter ko'rmaydi. Faqat siz uchun bo'ladi. C++ da har bitta kutubxonani chaqirayotgan paytda include eustream ishlatiladi. Bu kiritish va chiqarish uchun ishlatilgan kutubxona. Include eustream. Include eustream.
quyidagi ko'rinishda yoziladi. C++da dastur ishlaydigan qismi main funksiya deb ataladi. Int main mana bunaqa ko'rinishda yoziladi. Funksiya ikkita qovus bilan ajralib turadi qolganlardan. Mana krupniy skobka orqali ochiladi mana quyidagi ko'rinishda. Keyin std yozamiz. Cout bu ekranga chiqarib ber degan. Qovus ichida yoziladi. Hello world. Bitta std, bitta nuqta end. End line degani bu qatorni tugat degani. Keyin har bitta dastur quyidagi ko'rinishda tugatiladi. Har bir qatorda kod yozilgandan keyin ikkita nuqta qo'yish shart. Bu kompilyatorga kod to'xtadi, shu joydan pastki qatorga o't degani. Dasturni kompilyatsiya qilamiz. Kompilyatsiya bo'lyapti. Bu kompyuteringizni kuchiga, operativ xotirasiga qo'yilgan SSDga qarab ishlaydi kompilyator. Mana ekranga hello world so'zini chiqardi. Endi buni boshqa usulda ham chiqarish yo'li bor. Bu main funksiya, asosiy funksiya bo'lgandan keyin yana bitta yo'li bor. Void degan so'z bor. Bunga o'zimiz funksiya yaratsak bo'ladi. Funksiya yaratsak bo'ladi. Print message deb yozamiz. Bitga std cout salom dunyo yozamiz. O'zbekchasini yozdik bitga. std bilan tugaydi. Endi bu global o'zgaruvchi deb ataladi. Global funksiya. Bu mainni pastidagi lokal deb ataladi. Bu tepadagi global funksiyani biz xohlagan joyimizda chaqirsak bo'ladi. Misol uchun mana dasturlash tilida bu C++da katta kichik harflarning ahamiyati bor. Bitta katta harfda yozgan bo'lsangiz, bitta ham katta yozilishi kerak. Ctrl S bosamiz, saqlanib qilamiz, kompilyatsiya qilamiz. Hozir bizga xatolik berdi. Bu return tepada qolib ketdi, bu pastda bo'lishi kerak. Ctrl S saqlanib qilamiz. Run bosamiz. Mana ekranga ham hello world ham salom dunyo funksiyasini chiqardi. Chunki hello world mana tepada birinchi bo'lib chiqdi. Tepada. Funksiyani biz pastda chaqirdik. Salom dunyo. Buni tepada ham chaqirsak bo'ladi. Shunday ko'rinishda. Ctrl S saqlanib qilamiz. Ishlatib ko'ramiz. Mana. Birinchi salom dunyoni chiqardi. Mana. Salom dunyoni bu yerdan chaqirdik. Global o'zgaruvchidan salom dunyo. Keyin hello world. Pastda yana salom dunyoni chiqarib berdi. Chunki biz pastda ham yozganmiz. Ko'rindi. Bugungi darsga shu.
Qolgan borgan sari murakkablashtirib boramiz darslarni. Salomat bo'linglar.